Mahmud Muhitti Turpan inqilabının munavvar yetakchilaridan biri, mashhur inqilobchi, Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining bosh qo'mondoni general Mahmud Muhitti 1887-yili Turpan Ostonidagi taraqqiyparvar holliq oila bo'lgan Muhitti oilasida tug'ilgan. Mahmud Muhittining ismi ba'zi material va manbalarda Mahmud Muhitti degandekmi yozilgan. Mahmud Muhitti, Musul Muhitti, ya'ni 1870 dan 1941. Mahsud Muhitti, ya'ni 1885 dan 1933. Gusul Muhitti, ya'ni 1894 dan 1940 qatarlıq qeyrindaşlar bo'lib, Mahmud Muhitti bu 4 bir tuqqan qeyrindaşlarının üçüncüsüdür. Bu aile tarbiyasidan keyin o'z yurtidagi madrasalarda o'qigan. Keyin aksi Musul Haji Muhittining savdo tijorat ishlariga yordamlashib, Urumchi, Cho'chak, Shamay, Qozon va O'rta Osiyodagi har qaysi cho'ng kichik shaharlarda Rossiyaning Moskva, Peterburggacha berib tijorat qilgan. U shu mezgillarda rus tili va yangi ilm-fan o'rgangan. Musul Haji Muhitti keyincha Rossiyadan ilg'or mashina uskuna va texnikalarni kirgizib, tunji qatim Turpanda paxta zavodi qurgan. Musul Haji Muhitti 1912-yili tunji qatimda Tataristonning markazi Qozondan Haydar Sayrani ismlik bir o'qituvchini taklif qilib, Turpan Ostonida o'z xarajati bilan yangicha fanniy maktab ochgan. 1917-yilga kelganda Qozondan Muhibbul Apandi, Gulandam Abstay qatorliq 6 nafar o'qituvchini taklif qilib, Turpan, Guchong, Cho'chaklarda o'z xarajatlari bilan, ya'ni Mahsudiya nomida maktab ochib, Uyg'ur ma'arifiga nihoyatda cho'ng to'hfalarni qo'shgan. Bu vaqtda Mahmud Muhitti aksi Mahsud Muhittining yangicha maktab ichish ishlariga yaqindan yordamda bo'lgan. Mahsud Muhitti 1932-yili Moskvada Pravda gazetidan Qumulda portilgan Qumul Uyg'urlarining mustaqillik harakati to'g'risidagi xabarini ko'rgandan keyin darhol vataniga qaytib, Turpanga kelib, Hamdulla Alam, Hisomiddin Bay, Mahmud Muhitti, Tumurbek Jisa, Abduxoliq Uyg'ur, ya'ni 1901 dan 1933, To'xti Beg Tuanjang, Amin Bay, Pulat Tuanjang, Abdulla Damulla, Bay Axun, Taib Axun, G'upur Tuanjang, Mait Axun qatorliq Turpanning 14 nafar dangliq kishilari bilan birlikda Sharqi Turkiston istiqlol uyushmasi tashkilotini qurib chiqadi. Bular Qumul inqilobiga yordam berish uchun maslahat qilishib, Astriddan tayyorlanib, fursat kutib turdi. Bu vaqtda Qumul inqilobining rahbari Xo'janiyaz Hojim Jinshurin, ya'ni 1879 dan 1941 ning Shinsay, ya'ni 1897 dan 1970 qo'mondonligidagi askarini mag'lub qilib, uyg'un bir fursat kutib turayotgan edi. Xo'janiyaz Hojimning qo'l ostida Mashimin, Mafuyen va Majinsang boshchiligida 200 dak tungan bor edi. Bu tunganlar Xo'janiyaz Hojimni ha deb Turpanga yurish qilishga undigan bo'lsa-mu, Xo'janiyaz Hojim, ya'ni hozir vaqti emas, qurolimiz kamchil, kuchimiz yetarsiz deb tunganlarning gapiga quloq solmaydi. Aslida inqilobchi bo'lmagan, davomliq bulang-talang bilan odatlanib ketgan bu tunganlar savirsizlanib 1932-yili 12-oyda isyon chiqarganda Xo'janiyaz Hojim bularning isyonini bostirib, ularni haydab etadi. Bu tunganlar qochib Turpanning eng sharqidagi chiqdim degan yerga kelib, Xo'janiyaz Hojim butun askarini ilib yetib keldi deb so'z tarqitadi. Mashimin Xo'janiyaz Hojim nomidan Eminbay,
Mahmud Muhitti va Ibrohim Dorg'ularga ma'lum bo'lsinki, biz nurg'un askarlar bilan chiqdim degan joyga keldik. Sizlarmo hozirlik ko'ringlar, deb xat yozadi. Bu xabarni anglagan Turpan xalqi hayajonlanib, har tarafdan qo'zg'alish hozirligini boshlab etadi. Pichan xalqi qo'zg'alib chiqadi. Mashiminlarmo qo'zg'alib shaharni oladi. To'qsundan To'xta Axunbek To'qsunni ozod qiladi. To'xtabek To'qsun va kumushdan qitilgan 5-6 yuzdak inqilobchini boshlab, Qara shaharga hujum qilib, qattiq urushlardan keyin Qara shaharni qo'lga tushirdi. U yillarda Qumul bilan Pichan o'ttirisida Jinshurunning ko'chman oq o'g'rislaridan tarkib topgan askarlari bor edi. Bu askarlar inqilobchilarga hujum qiladi. Asosan qaltak to'qmoqlar qo'llangan inqilobchilar mag'lub bo'lib chekinadi. Oq o'g'ris askarlari shahar xalqini qo'rqinch suratda qirg'in qiladi va bulang-talang qilib shaharni vayron qilib etadi. Bu vaqtda Turpan qo'zg'alonchilarga Mashimin boshliq bo'lib oladi. Qo'zg'alon rahbarlari ixtilofga sabab bo'lib qolishidan hazar aylab, un chiqarmaydi. Xalq bo'lsa bu tungallarni, ya'ni Xo'janiyaz hojimning yenidan chiqqan muqaddas kishilar, hamma musulmon bir musulmon deb o'ylaydi. Inqilobchilar biror oy bo'yicha yuzlarcha shahid bo'lib, dushmandan mudofaa qilayotgan vaqtda Xudoyim bergan, ya'ni ulug' boshliq Mashimin topgan puliga oltin va ot elib, o'z tungallaridan 3-400 askar to'plab, o'z ishini puxtalab turdi. Dushman aeroplan va tanklar bilan bostirib kelgan vaqtda mazkur bosh qo'mondan o'q dorilarini elib Qara shaharga qochadi. Shuning bilan qo'zg'alonchilarning ruhi tushib, mag'lub bo'lib chekinadi. Keyin Mahmud Muhiddimi bir qism inqilobchilar bilan Qara shaharga keladi. Shu kunlarda butun Turpan viloyati Qara shahar va Ko'rlining inqilobchilarining qo'liga o'tganlik xabarini anglagan Jinshurin qo'rqib ketib, Urumchini mudofaa qilish uchun Qumulda turayotgan Shinsayni chaqirdi. Urumchiga qaytish uchun yo'lga chiqqan Shinsay askarlari bilan Pichandagi inqilobchilarning ustiga tuyuqsiz kelib qoladi. Bronovik va top zambiraklar bilan qurollangan 4000 kishilik Shinsayning askarlari Pichanga hujum qilib, dahshatli qirg'inchilik ilib boradi. Turpandagi bu urush jarayonida o't yurak shoir va inqilobchi Abduxoliq Uyg'ur, Turpan inqilobining munavvar yetakchilaridan Maqsud Muhitti, Hamdulla Alam qatorliq inqilobchilar shahid bo'ladi. Mahmud Muhitti aksi Maqsud Muhitti shahid bo'lgandan keyin Turpan inqilobchilarga rahbarlik qiladi. Mahmud Muhitti Xo'janiyaz hojim bilan boshdan oxir mo'rini mo'riga taraf birlikda kurash qiladi. Xo'janiyaz hojimning asosli qo'mondoni, sodiq yordamchisi, muhim maslahatchisi bo'lib qoladi. İnqilobning keyingi jarayonida Xo'janiyaz hojim harbiy va siyosiy ishlarda asosan Mahmud Muhittining maslahati bo'yicha ish ko'rdi. Xo'janiyaz hojim 1933 yili 6 oyning 4 kuni Shinsay bilan kelishim tuzgandan keyin Majuniyinlar bilan bir qancha qatim urush qilib, Mahmud Muhitti bilan Ko'rliga kelib, Ko'rlidan Sharqiy Turkistonning janubiga qarab yo'lga chiqadigan vaqtda Mahmud Muhittiga bir qism askarlari bilan Ko'rlida turib, Majuniyinni tusish vazifasini topshirdi. Mahmud Muhitti bosh agimni istikam qilib 15 kun bo'lganda Majunyin kelib, bosh agimga hujum qilishga boshlaydi. Mahmud Muhitti barliq kuchini ishga solib, Majunyinni to'sib qoladi. Majunyin Mahmud Muhittining mudofaasini bosib o'tolmay, 12 oyning 13 kuni cho'ng yo'lni tashlab, daryoning janubi qirg'og'ini saqlab yotgan Hafiz Do'njangning askarlariga ushtumtut hujum qilib, chekindirdi va Mahmud Muhittini qo'rishig'ili boshlaydi. Shuning bilan Mahmud Muhitti amalsiz Ko'rliga chekinadi. Tungallar orqasidan qo'g'lab kelganlikdan Ko'rildimi turolmay
kuchaga chekinadi. U keyin Xo'janiyaz hojim bilan Oqsuda uchrashadi. Mahmud Muhitti Xo'janiyaz hojim bilan billa Sovet ittifoqiga tayinib qurol yaroq masalasini hal qilishni o'ylashidi. Bu ishlarni ikkalan maslahatlashib birlikda qiladi. Xo'janiyaz hojim Oqsudagi vaqtida Sobit Damollam, ya'ni 1883 dan 1941 boshchiligida 1933-yili 11-oyning 12-kuni Qashqarda qurilgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining jumhur boshlig'iga tayinlanadi. Bir mezgil o'tgandan keyin Mahmud Muhitti bilan birlikda askarlarini ilib Qashqarga yetib keladi. Bosh minister Sobit Damollam va davlat arkonlari bularning oldiga chiqib, katta dag'dug'i bilan kutib oladi. Bular Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining poytaxti Qashqar shahriga kirgandan keyin bosh minister Sobit Damollam boshchiligida ministerlar alohida yig'ini ichib, Mahmud Muhittini Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining bosh qo'mondonligiga tayinlaydi. Mahmud Muhitti bosh qo'mondon bo'lgandan keyin jiddiy harakatga kelib, yangi shaharni besib yotgan Tungan qismlarga qarshi bevosita urushga qo'mondonlik qiladi. Urush davom qilayotgan vaziyatda bir kechasi Mahmud Muhitti bir qism fidoyilarni tashkillab, yarim kechida shahar sepiliga to'ydirmay chiqishga buyuruydi. Askarlar tevish chiqarmay sepilga shotilarini qo'yib, taraf-tarafdan chiqishga boshlab, oldidagilar sepilga chiqishga oz qolganda pastdan ushtumtut pang qilib o'q chiqib qoladi. Natijada dushmanning bexaroman uxlayotgan qaravullari uyg'onib, askarlarni dahshat bilan o'q tutadi. Sepilga chiqayli deb qolgan askarlar ujmi to'kilgandek to'kilib ketadi va dushman chuvilib chiqib, sepilga o'rinishib oladi. O'q chiqarg'uchi munofiq Mazuxiga setilgan yangi shaharning bozor begi Umar Bagning odami bo'lib chiqadi. Bu munofiq so'roqda boshliqi Umar Beg Barinliq turdi cho'ng deganlarni pash qiladi. Mahmud Muhitti agar shu kuni Umar Bagning xoinligi bo'lmaganda yangi shaharni xuddi oldida turgan tovoqdagi tayyor oshdakla olgan bo'ladi. Bir necha kundan keyin xoin Umar Beg turdi cho'ng Mazuxiyning jasosi ariq ichchilik safar divona qatorliq 3 munofiqqa o'lim jazosi berilib, Heytgoh maydonida darg'a osidi. Mahmud Muhitti ruslar tarafidan majburlanib, chorasiz qolgan Xo'janiyaz hojimning buyrug'i bo'yicha qo'l ostidagi G'upur Tuanjangni avatib, 1934-yili 4-oyning 13-kuni Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyatining bosh ministri Sobit Damollam, Adliya ministri Zerib Qari hojim qatorliq ministerlarni qo'lga oladi va Xo'janiyaz hojim bilan birlikda Oqsuning avotga kelib, Sovetning Majunyin qismlariga qarshi urushiga qo'mondonlik qilayotgan maslahatchisi Malikovga topshirib berdi. Mahmud Muhitti Xo'janiyaz hojimning Sobit Damollam qatorliq davlat buyuklarini qo'lga ilish buyrug'iga qat'iy qarshi chiqqan bo'lsa-mu, Xo'janiyaz hojimni niyatidan yandira olmaydi. Bu voqealardan keyin Xo'janiyaz hojim Fukan kelishimi bo'yicha atalmish o'lkalik hukumatning muavin raisi bo'lib Urumchiga qarab yo'lga chiqadi. Mahmud Muhitti 6-diviziya, ya'ni to'liq ismi atalmish Şinjan chegara mudofaa quruqliq askari otliq qo'shini vaqtliq 6-diviziyasi deb atalgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati armiyasining bosh qo'mondonligiga tayinlanib, Qashqarga qarab yo'lga chiqadi. Bu diviziya bir brigada 4 polik, bir muhofizatchi Iskandordan tarkib topadi. Brigada komandarligiga Qumulliq Sali Dorg'a, muavinligiga Turpalliq To'xtibek tayinlanadi. 1-polik Tuan komandiri Turpalliq Samat Hoji, 2-polik komandiri Turpalliq Qurbonniyaz Gajdi, 3-polik komandiri To'qsonliq G'upur Arzu Hoji o'g'li, 4-polikning komandiri Turpalliq
Polat Begler boludu. 36 diviziya Maxusan qismi Maralbeshidan chekingandin keyin qo'mondan Mahmud Muhitti general leytenant unvoni bilan 6 diviziyani boshlab 1934-yili 7-oyning 19-kuni Qashqar shahriga yetib berib, diviziya bosh shtabini Qashqar shahridagi sobiq, ya'ni Shita yomiliga o'rinlashtirdi. Bulardan bir polik bosh shtab o'rinlashgan joydagi Yumaloq shaharga, bir polik shahar ichidagi savdo saroylariga, bir polik Yingsar qal'asiga, bir polik Yarkan koni shaharga o'rinlashidi. 1933-yili tashkillangan Uyg'ur qo'shinlaridan, ya'ni Qashqar ustin Atosh brigadasi deb atalgan Zayniddin karvonning qoldiq qo'shinlari, ya'ni Ostin Atosh brigadasi deb atalgan Kichik Oxunning qoldiq qo'shinlari va burun Kichik Oxunning qo'lida ishlab, Mapuyan bostirib kelganda o'z qismiga xoinlik qilib Tungallar tarafga o'tib olgan atalmish, ya'ni partizan atrat qo'mondoni Rishtamning, ya'ni bu nomni taslimchiligi uchun Mafuyan bergan ning bir izot, ya'ni pay askari Mahmud Muhittiga qo'shiladi. Shuning bilan 6-diviziya askarining umumiy soni 4000 atrofida bo'ladi. Bularning hammasi otliq askarlar edi. Mahmud Muhitti Qashqarga kelganda qo'shimcha, ya'ni garnizon qo'mondoni bo'ladi. Diviziya bosh shtabi 8 cho'ng boshqarmadan tarkib topgan bo'lib, bular 1. bosh maslahat boshqarmasi, 2. harbiy sud boshqarmasi, 3. Kadiban boshqarmasi, 4. Qoral yaroq boshqarmasi, 5. harbiy orqisab ta'minot boshqarmasi, 6. muhofizatchilar boshqarmasi, 7. harbiy davolash boshqarmasi, 8. harbiy ot doktorligi boshqarmasidan iborat bo'lib, keyingi ehtiyoj qo'shilib tarjimonlar boshqarmasi qurilgan bo'lsa-mu, yanala 8 boshqarmadan o'zgarmagan edi. Mahmud Muhitti Qashqarda turgan yillarda Mamtili Tavfiq, ya'ni 1901dan 1937 qatorliq o't yurak ilg'or ziyolilarning otishda boshlagan yangicha ma'arif harakatiga alohida ko'ngil bo'ladi va oxirgacha qo'llaydi. Mamtili Tavfiqni qo'g'dashga 2 nafar askar belgilanadi. General Mahmud Muhitti Qashqarga kelgandan keyin Sovet ittifoqi va uning qo'rchoq gumashtisi bo'lib qolgan Shinsayning birdan-bir yo'qotish nishoniga aylanib qoladi. Bu Majunyin Sovet ittifoqiga o'tib ketgan. Uning qarmaqidagi qo'shin Maxusanga topshirilib, Maxusan Xotanni besib yotgan vaqtlar edi. U Qashqarga kelib uzoq o'tmay, Urumchidan Xitoylarning Gungjinxan boshchiligida bir poliki Qashqarga kelib yangi shaharga, Lusingchong boshchiligida bir poligi Yarkanga o'rinlashidi. Uzun o'tmay, Sharqiy Shimol fidoilar qo'shinining sobiq generali Lubin garnizon qo'mondoni bo'lib keladi. Buning bilan Mahmud Muhitti muavin sijang bo'lib qoladi. Bulardan boshqa Mahmud Muhittining atrofiga Sovet ittifoqi Shinsay nomidan harbiy maslahatchi general va bir muncha harbiy komandirlar o'rinlashtirildi. Qashqar soqchi idorasining boshlig'i Sovet tarafdan avatilgan odam edi. Shinsay ruslarning ko'rsatmasi bilan 6-diviziya tarkibidagi qurolli qo'shinni, ya'ni partizan shaklda harakat qiladiganlar deb harbiy intizomda tarbiyalashni bahona qilib, Sovet ittifoqidan harbiy mushavir taklif qiladi. Bular xalq ichida, ya'ni saqalliq general deb atalgan Rabalkin, Obuxov Donkin qatorliqlar edi. 1934-yili bu mushavirlar Mahmud Muhittining qo'shinini o'zgartish bilan qanoatlanib qolmay, Mahmud Muhittining ochisining o'g'li Qurbon Saidi, Turpalliq Sayim Axun, Urumchilik Abdulla Apandi, To'qsulliq Ma'sum Damullamning o'g'li Ahmad Ma'sumi, Turpalliq Qurbonniyaz Gajdi qatorliq 5 kishini Sovet ittifoqiga o'qishga avatadi.
Bu kishilar Mahmud Muhittinning eng yaqin ishonchli qo'mondonlaridan edi. Bular 1935-yilining oxiri Toshkentdagi o'qishidan qaytib keladi. Keyingi amaliyotlarga asoslanganda ular Toshkentdagi harbiy maktabni ideya o'zgartirish bilan tamomlagan edi. Buning bilan 6-diviziya ichidagi vaziyat o'zgarishga boshlaydi. Shuningdan keyin Shinsay hukumatı qurollarni yig'ib olish uchun 6-diviziyaning qurollari kona. Bu qurollarni topshiringlar. Biz sizlarga yangi qurol beramiz, deydi. Mahmud Muhitti oldi bilan yangi qurolni beringlar. Ondan kona qurolni beramiz, deb Shinsayning talabini rad qilib planni buzdi. Shinsayning Mahmud Muhittini qurolsizlantirish suiqasdi amalga oshmagandan keyin 90lik G'upur Tuanjang, muavini Abdushukur Tuanjang, muhofizatchi atrat boshlig'i Husayn Axun, Qumulliq Sali Luyjang, Fazil Luyjang, shoyarliq Hamdam Beg Hoji, Po'lat Tuanjang, maslahatchilar boshlig'i Nizomiddin Apandi, qurol yaroq boshlig'i Abdumo'min Hoji, Mehmet Xalpat, Ayyubbek qatorliq peshqadamlarni Urumchiga yo'tkab, ularning o'rniga boshqa odamlarni o'rinlashtirdi. Shuning bilan 6-diviziyaning sufati o'zgarib, Mahmud Muhittining ba'zi yaqin odamlarimi uning dushmaniga aylanishga boshlaydi. Shundoq qilib, Sovet ittifoqi va Shinsayning tadrijiy suiqasdi natijasida 6-diviziyaning tarkibimi har qatimqi islohotda o'zgarish yasab, bir polik 5 rotindan 4 rotinga, bir polik 700-800 kishidan 610 kishiga qisqartib etiladi. Diviziya shtabini qo'g'daydigan muhofizat eskadorini amaldan qoldirib, general Mahmud Muhittining muhofizatchilarimi 40 kishidan 10 kishiga qisqartib etiladi. Dastlabda soni 5000 kishidan oshgan 6-diviziya keyincha 4000 ga yetmaydigan ahvolga tushib qoladi. 1935dan 1936 yillari har qaysi qismlar qo'mondonlaridan yana 90lik G'upur Axun, Qashqarliq Abdushukur Axun, muhofizat atratining boshlig'i Husayn Axunlarmi Urumchiga chaqirtildi. Ulug'chatdan yo'tkab kelingan bir qism qirg'iz askarlar Shinsayning buyrug'i bilan Mahmud Muhitti qo'shiniga qo'shib etildi. Qashqar saqchi idorasi bu askarlar orasida bo'lgunchilik paydo qilib, ulardan bir qismini Mahmud Muhittiga qarshi razvedka qilishga soladi. Saqchi idorasining jasuslarimi Qashqarda Mahmud Muhittiga qarshi turli fitna ig'volarni tarqitadi. Shinsay Mahmud Muhittining kuchini ojizlashtirish uchun qadam-qadam uning qo'l ostidagi komandorlarni ta'lim-tarbiya oldirishni bahona qilib, Urumchiga avatishni talab qiladi. Mahmud Muhitti xohlamasimi bu kishilarni avatishga majbur bo'ladi. 1936-yili 8-oyda Shinsay Mahmud Muhittiga qo'l ostidagi komandorlardan dastlab 8 kishini, keyin 23 kishini Urumchiga avatib berishni uqtirdi. Keyin yana uning maslahatchisi, qo'shimcha shaxsiy kotibini Urumchiga avatib berishni talab qilganda, Mahmud Muhitti Shinsayning bu talabini kaskin rad qiladi. Shunda qilib 6-diviziya ichidan Urumchiga setilg'uvchilar ko'plab chiqishga boshlab, qo'shinning safligi yo'qolishga, birligi parchalanishga boshlaydi. Uning gavdalikraki 1-polikning komandiri Abdusamad Hoji edi. U burun diviziya bo'yicha ko'zga ko'ringan qovul, yosh, qahramon, o't turak qo'mondonlardan biri edi. U keyin o'zgarib, o'zining yaqin tuqqani, sabdishi bo'lgan Mahmud Muhittini o'ldirish suiqasdini planlaydi. Uning etishga buyurgan odami hojatxonada Mahmud Muhittini otadigan vaqtda otmay bu sirni pash qiladi. Shuning bilan Mahmud Muhitti Abdusamad Hojini qo'lga ilishga majbur bo'ladi. Shinsay yana 2 sotqunni chaqirib, ya'ni sizlar Qashqarga berib aeroplandan tushgandan keyin oldinglarga chiqqan Mahmud Muhittini etib etib, Urumchiga qaytib kelinglar, deb
vazifa topshirib boshqa bir munofiq orqali Xo'janiyaz hojim nomidan Mahmud Muhittiga 2 nafar vakil avatdim. Oldiga chiqib kutib oling deb telefon qilg'izdi. Mahmud Muhitti nihoyatda ziyrak odam bo'lg'achqa telefondagi ovozning Xo'janiyaz hojimning emasligini bilib qilib, boshqa bir ofitser bilan bir qism askarini avatib, aeroplandan tushgan 2 suiqasdchini naq maydonda qo'lga oladi. Shingsay o'zini cho'ng diniy zot davolgan Abdug'upur Damollamni Urumchiga chaqirtib, uning idisiga ta'sir ko'rsatib, nurg'un sovg'a salomlar bilan Qashqarga qaytirdi. U Qashqarga qaytib kelgandan keyin bir so'rinda jamoatga so'z qilib, ya'ni oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Agar Allohdan payg'ambarlikka vahiy kelsa, Shingdoban janoblarga keladi, deydi. Mahmud Muhitti bu so'zlarni anglab qattiq g'azablanadi va Abdug'upur Damollamni kechida Tuman daryosi ko'rigidan o'tayotganida maxfiy o'ltirib etib, atsi hech ish bo'lmagandek namozga qatnashidi.